Assalomu alaykum obunachilar, sog' salomat yuribmisizlar. Bering polniste eshiklarni quyib berdik. Blokdan veranda, kuxni, bani solib berdik, shifr etdik. Hozir endi ichanki ishlar ham ketyapti. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Farmonlar ustalar. Toza chiqqan aboyina. Mo'shya-voy. Pataloqlar ham qaqildi, pollar ham qaqildi. Shu noldan hamma eshiklar qurildi. Yana eshikka uyun ham qo'yib qo'ydilar. Mana devorlar qo'yib ko'rsatadilar. Devor ham to'shdi. Bu yerda rakamina bo'ladi, girganida. Bu yoqda endi kuxni dedik. Bu yer kuxni bo'ladi, bu yer ham avoy bo'ladi, polni. Ina bu hozir zamonaviy pechku bu. Trenddagi har turli qazallar bo'ladi. Zamonaviy universal. Bu yer ham avoy bo'ladi. Banilar ham ketib yotibdi. Bu yon tarafi bani bo'ladi ina. Hali mayaklar qo'yilib turibdi, hali bu yer bitmadi. Bu yer bo'linadi. Bu yana razdvorki, ariston nasos bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Baholarni aytadigan bo'lsak, aboy 45 ming so'm, 2 marta shikoqlov tartiladi, aboy bosiladi, polona kraska uriladi, shuning ichida pastki plyonsiz ham ichida, ustungi plyonsiz metri 5 ming so'm, hali unga zalotoy uriladi.